Videoni o'tkazib yubormang. Tahoratning nechta farzi borligini bilasizmi? Javob berishga shoshilmang. Ibodatlarimizning yuragi namoz. Namozning kaliti esa tahoratdir. Ko'pchiligimiz bolaligimizdan tahorat olamiz. Ammo tahoratning farzlarini bilish ham ibodatning bir qismi ekanini unutib qo'yamiz. Birinchi farz: yuzni to'liq yuvish. Ikkinchi farz: ikki qo'lni tirsaklar bilan birga yuvish. Uchinchi farz: boshning kamida 4dan 1 qismiga masx tortish. To'rtinchi farz: ikki oyoqni to'piqlar bilan birga yuvish. Ashhadu an la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Bugun tahoratning 4 farzini ko'rib chiqdik. Lekin tahoratning sunnatlari, odoblari va eng ko'p uchraydigan xatolari ham bor. Agar shu mavzuning davomini xohlasangiz, izohlarda davomi deb yozib qoldiring. Tahorat, namoz va duolarga oid batafsil ma'lumotlar esa ushbu kitobda jamlangan.